Mana shu Topiks maktabining birinchi B sinf o'quvchisi Sobirxonov Alloxonning dadasiman. Mani nevaram mana shu maktabda noyabr oyidan 15 noyabr oyidan o'qib kelyapti. Bu maktabda joylashishi juda qulay, hududda joylashgan va maktabning ichidagi sharoitlari bizga juda ham ma'qul. Uning ta'minoti, tashkiliy muhiti juda ham qulay. Ayniqsa shu maktab rahbariyatiga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman va shu nevaramni o'qitayotgan o'qituvchisi Gavhar Mo'minaga ham alohida minnatdorchiligim. Bu o'qituvchining bolalarga ko'rsatgan mehri, hurmati, oqibati, ularga ko'rsatgan ta'limi bizga juda ham ma'qul. Biz nevaram oila a'zolarimiz bilan mana shu nevaramiz mana shu maktabda o'qiyotganidan juda ham xursandmiz.